Sensiz hayotim. Muallif Madina Bintu Ali. Birinchi sahifa. Kasalxona yo'lagida asabiy u yoqdan bu yoqqa yurayotgan Bahodir shifokor chiqishini intiqlik va xavotir bilan kutardi. Nihoyat xonadan chiqqanida shifokor mahzun qiyofada vaziyatni tushuntira boshladi. Bu safar ham natijalarimiz ijobiy emas, janob Bahodir. Mayli, rahmat shifokor. Endi qizimni uyga olib ketsam bo'ladimi? Bahodirning ovozida umidsizlik sezilardi. Afsuski yo'q. U yana kamida 1-1,5 oy bizning nazoratimizda bo'lishi kerak. Uning yuragi odatdagidan-da tez o'smoqda. Shu sababli qizingiz juda tez toliqyapti. Nafas qisishi ham ancha kuchaygan. Shifokorning bu gaplari Bahodirning so'nggi umidlarini ham parchalab yuborgandek bo'ldi. Unda qizimni sizga ishondim, doktor. Hozir uning ko'zlariga boqishga bardoshim yetmaydi. Iltimos, qancha mablag' talab qilsa ham uning yuragiga mos keladigan donor toping. Bahodir shifoxonani ham, qizining xonasini ham og'ir qadamlar bilan tark etdi. Rasulova Asmo 19 yoshda, mehribon, ko'ngli ochiq, latofatli va maftunkor qiz. Ammo uning taqdiri va umri tashqi ko'rinishi kabi go'zal bo'lmadi. Umrining ro'parasi 9 yili shifoxona devorlari va achchiq dorilar orasida o'tib ketdi. Sababi Asmoga og'ir tashxis, ya'ni kardiomiopatiya kasalligi qo'yilgan edi. Bu kasallikning oxirgi bosqichida odatiy jarrohlik amaliyotlari ham yordam bera olmaydi. Asmo 4 devor orasida faqat o'z orzulari bilan yolg'iz yashardi. Hatto dardini bo'lishga biror do'st ham orttira olmadi. Dunyoni ko'rmadi. Davolanish uchun Angliya va Germaniya va boshqa shu kabi Yevropa mamlakatlariga kelgan bo'lsa-da, uning ko'rgan joyi faqatgina oq xalatli shifokorlar va torilar hidi anqigan xonalar bo'ldi. Yuragi chidamasligi sababli ko'p yurish, odamlar gavjum joylarda bo'lish taqiqlangandi. Shu sababli ham Asmo deyarli 9 yildan beri o'limini kutib yashadi. Shifokorlarning ham umid chiroqlari so'nib borayotgandek edi, chunki donor hali ham topilmagandi. Axir kim ham o'z xohishi bilan yuragini sotardi? Hamma uchun o'z joni aziz. Faqatgina Allohning bir mehribonchiligi Bahodir nufuzli joyda ishlab, yaxshi daromad topishidir. Aslida Asmo mana shu pullar va otasining cheksiz mehnatlari evaziga yashab kelmoqda. Agar oilasining bunaqa qurbi yetmaganda, qiz balki 12 yoshdayoq bu dunyoni tark etgan bo'larmidi. Asmoning nomidan. Ya Robbim, nega mening jonimni ola qolmaysan? Ota-onamni ham qiynab yubordim. Ro'parasi 9 yil, u joyi 12 kundan beri. Mana shu sabab bilan ularning hayotidan nur yo'qolgan. Iltijo qilaman, men ham oilamni ham ortiq qiynamay jonimni ola qol, Robbim. Mening yashashdan maqsadim qolmadi. Dorilarni ichaverishdan charchadim. Yaqinda shu devor ham meni yutib yuboradigandek. Kechasi shifokorlar va hamshiralar kamayganidan foydalanib, hammadan yashirincha tashqariga chiqdim. Bilmadim, nega yo'q, lekin hozir kimdir bilan dardlashni, kimningdir yelkasiga boshimni qo'yib, ichimdagi bor g'amlarimni to'kib sochishni juda istayapman. 9 yillik yoshligim mana shunchaki kasallik qurboni bo'ldi. Mening dardim saratondan ham jiddiyroq edi. Saratonga chalinganlar tuzalishi mumkindir, ammo mening yagona choram yo o'lim yo mo'jizaviy donor edi. Donor esa yo'q. Tungi London ko'chalari ajoyib edi. Havosi Toshkentnikiga qaraganda ancha toza va salqin tuyuldi menga qandaydir. G'alati, hozir nafasim qismayapti. Yuragim ham og'rimayotgandek. O'zimni qandaydir erkin va baxtli his qilyapman. Go'yoki hech ham kasal emasman. Yuragim ham avvalgidek sokin urmoqda. Kasallik yo'qdek. Ko'chada odamlar gavjum. London ko'chalari kinolardagidek go'zal ekan. Bu yerga ilk bor kelishim bo'lmasa-da, ko'chalarini birinchi bor o'z ko'zim bilan ko'rib, yolg'iz sayr qilishim edi. Shu paytgacha Londonga taxminan 10-12 marotaba, Germaniyaga esa 8-9 marotaba kelgan bo'lsam ham, dunyoning eng rivojlangan davlatlarida bo'ldim. Ammo ularning go'zalligini his qila olmadim. Mayli, nima ham derdim, peshnamga shu og'ir qismat bitilgan ekanda.
Tungi London ko'chalarida borar ekanman, to'satdan qorin bo'shlog'imda chidab bo'lmas og'riq paydo bo'ldi. Bu shunday og'riq ediki, hatto yuragimning sanchiqlaridan ham o'tib tushgandek edi. Buni ta'riflab bera olmayman. Menimcha, hayz davrim boshlandi. Doim menda hayz davrim boshlanganda shunday og'riq bo'lardi. Atrofga aranglab taxminan 2 chaqirimcha narida chiroqlar yonib turgan dorixonaga ko'zim tushdi. Og'riqqa e'tibor bermay zo'rg'a qadam bosib dorixona tomon yurdim. Biroq ichkariga yetib kelganimda peshtaxta ortida yoshroq erkak sotuvchi o'tirganini ko'rib hafsalam bir bo'ldi. Kirib o'zimga kerakli bo'lgan gigiyenik vositani so'rashga uyaldim. To'g'ri, bu yerlarda bunday narsalardan so'rash hissi begonadir. Narsalarni balki ammo mening bu yerlik emasligim dastlabki nigohlardanoq bilinib turardi. Men hijobdaman. Ko'zlarim yevropaliklarniki kabi ko'k yoki yashil emas, qiyiqroq, jigarrang, mo'g'ul irqiga mansub edi. Tanamning rangi ham bug'doy rang. Bir so'z bilan aytganda, osiyolik ekanligim bittadan ayon bo'lardi va men yevropalik emasligim uchun ham ba'zida uyalib qolaman. Ustiga umrim shifoxonalarda o'tganligi sababli ko'pchilik bilan muloqot qilmaganman. Adashmasam 10 yil oldin sinfdoshlarim bilan gaplashgan bo'lsam kerak uyalmay. Shu bois tabiatan juda uyalchan edim. Birdan yana qattiq og'riq paydo bo'ldi. Chiday olmay dorixona yaqinidagi o'rindiqlarning biriga o'zimni tashladim. Biroq o'tirib og'riq pasayishni kutishdan boshqa choram yo'q edi. Boshqa tomon. Janob, siz so'ragan barcha ma'lumotlarni elektron pochtangizga yubordim. Yaxshi. Endi ertangi kun tartibimni tekshirchi, qaysi soatda bo'sh vaqtim bor ekan? Janob, ertaga soat 13:45 dan 14:15 gacha bo'sh bo'lar ekansiz. Kotib Daniel planshetiga qarab boshlig'ining kun tartibini o'qib berdi. Yaxshi, shu yerda tushib qolaver. Mening yana bir necha shaxsiy ishlarim bor. Cenk mashinasini yo'l chetida to'xtatib, jiddiy ohangda kotibiga yuzlandi. Xo'p bo'ladi, janob. Yaxshi yetib oling. Daniel mashinadan tushgach, Cenk gazni bosib yo'lida davom etdi. Cenk tezlikni oshirdi. Uning hozirgi manzili eng yaqin qadrdon do'sti davolanayotgan shifoxona edi. U uchun tug'ishgan akasidek bo'lib qolgan do'sti Jon bir hafta oldin mudhish avtohalokatga uchragan va shundan beri koma holatida yotgandi. Cenk har kun kechasi uning ahvolidan xabar olishni kanda qilmasdi. Ular Jon bilan bolalikdan birga o'sib, bir-biridan nonni baham ko'rib katta bo'lishgan qadrdonlar edi. Hech qachon bir-birlarini sotmadi. Qiyin kunda tashlab ketishmadi. Haqiqiy do'stlik ham aslida mana shunday bo'lsa kerak. Cenk mashinani boshqarib borarkan, Jon uchun shifokorlar yozib bergan dorilarni olish kerakligi yodiga tushdi-yu, yo'l chetidagi dorixonaga ko'zi tushdi. Mashinani to'xtatib hamyondan pul oldi. Dorixonaga kirib ketdi. Bir necha daqiqadan so'ng u qo'lida dorilar solingan paket bilan tashqariga chiqdi. Endi mashinasi kutilmoqchi bo'lganda nigohi yaqin atrofdagi o'rindiqqa og'riqdan g'ujanak bo'lib yuzlarini berkitib o'tirgan qizga tushdi. U bir muddat qizni diqqat bilan kuzatdi. Cenkning ko'zlari tabiatdan juda o'tkir va diqqatli edi. Shu qizning kiyimidagi kichik qon dog'ini va o'zini tutishini ko'rib, unda qizlarbob maxsus kunlar boshlanganini darhol tushundi. Cenk hech ikkilanmay ortiga qaytib yana dorixonaga kirdi. Kerakli vositalarni sotib olgach, to'g'ri qiz o'tirgan o'rindiq tomon yurdi. Yuziga esa mashinasidan niqobini olib taqib oldi. Asma hozir atrofdagi hech narsani ko'rmas, bor vujudi bilan og'riqni yengishga urinayotgan edi. U xayollari parishonligidan yoniga kelib o'tirgan yigitni ham sezmay qoldi. Buni oling, bu sizga hozir juda zarur xonim. Ingliz talaffuzi mukammal bo'lgan yigitning ovozini eshitib, Asma boshini ko'tardi. Avval yigitga, so'ng uning qo'lidagi paketga qaradi. Kimsiz? Qizning lablaridan chiqqan ilk savol shu bo'ldi. Sizning xaloskoringiz desam ham bo'ladi, dedi yigit bosiqlik bilan. Men hijobli qizlarning odatlari haqida biroz bilaman. Adashmasam sizlar gigiyenik vositalarni so'rashdan erkaklardan uyalasizlar va o'zlaringizni chetga olasizlar. Shuni o'ylab sizga kerakli narsani o'zim olib kela qoldim. Buni qabul qilsangiz men yo'limda davom etaman. Yigitning gaplarini eshitib Asma hayratdan qotib qoldi. Umrida birinchi marta begona erkak kishi unga bu qadar yaqin turib, g'amxo'rlik va muloyimlik bilan gapirayotgan edi. Siz menga bu narsa kerakligini qayerdan bildingiz? Qiz yerga qaradi. Libosingizga qon tegibdi. Qolaversa ahvolingiz og'irligi ko'rinib turibdi xonim.
Men ketishim kerak. Asma o'rnidan turmoqchi bo'ldi. Bu hayot qonuni. Uyalishdan foyda yo'q. Buni tabiiy qabul qilish kerak asli. Jang qizning ketib qolmasligi uchun bilagidan ohista tutdi. Aysh! Asma qo'lini yigitning changalidan tortib olmoqchi bo'lganda qornida yana avvalgidek dahshatli sanchiq turdi. Ko'zlari qorong'ilashib ketdi. Yaxshimisiz? Yiqilib borayotgan Asmoni Jang chaqqonlik bilan mahkam tutib, quchog'iga olibdi.